Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu navbatdagi katta shakldagi ilonimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Hoji aka, sizni zalizga tushadigan ilon topib berdim-u. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, eni 4 metr bo'ladi, uzunligi 7 metr bo'ladi. Xudo xolasa zalizga qanday aboizmi, pardezmi ketaveradi bu rang tanlamaydi. Xohlasangiz aboizni ko'k qilasizmi, pardezi oq qilasizmi, ranglari, hamma ranglari borda ichida. Qizil qilsangiz ham pardezi bemalol tushib ketaveradi. Hojonamga yoqadigan, hojonam sizga qizil gilon olib ber, qizil gilon olib ber demaylarda. Buning ichida hattoki qizil rangi ham borda. Bemalol pardezga ham aytaveradi. Eng qizig'i, umuman aboy parda tanlamaydi hoji aka. Bitta bosib olasizmi deyman-da. Va yana lyustrezga borib o'rtasida naqshgul shuni aytadi hoji aka. Bitta bosib olasizmi deyman-da. Xo'p, hoji aka buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bo'lsa oldingi payti sotilgan narxi 2.500.000 so'm, hozirgi skidka narxda 1.599.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Hoji aka, bu navbatdagi gilomga bitta baho bera olasizmi deyman-da. Tashqari terasingizga bitta solsangiz aytadi-ku. Bu gilon bo'lsa ham kirchimorda hoji aka, buni qarang, kirchimorligini qarang. Bu gilonimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eni 3 metr bo'ladi, uzunligi 5 metr bo'ladi. Tashqari terasingizga shuni aytadi-ku hoji aka. Va bundan keyin bu yerda siz o'ylamagan kavralinlarimiz ham bor-ku. Kavralinlarimiz eni 80 dan tortib, eni 5 metrligigacha bor. Qalinligiga ham, yupqaligiga ham hammasidan bor-ku. Assortimentiga keladigan bo'lsak, 100 xildan assortimenti bor-ku. Bu yerda va yana masalan eshitaylarda siz parket qilib bergansiz-ku, o'sha parketlarga bitta bunaqa avvalnidan sug'orasizmi deyman-da. Hojona, hojotamlar mazza qilib yursin. Shunaqa sifatli, arzon xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Va yana shahar ichi dastavka xizmatimiz ham bepul. Sizlarni savdo do'konimizda kutib qolamiz. Bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Manzilimiz Kaminat kartinkasi, Kaminat kirketi o'rishaga kirganimizdan keyin bitta bayram shashixonasi bor, bitta Saxovat market bor. Saxovat marketdan aka to'g'ri ketganingizda chap qo'ldagi gilam magazinda skidkalar davom etyapti. Mana shu yo'ldan kelganlarda mana kelyapsizlar, aka bitta butkamiz bor. Aka butkamizda shuni chap qo'lga bitta bir o'ylaganingizdan keyin aka mana bizlarga gilam mazamiz, mana shu yerda skidkalari, bombalari, zo'rlari bo'lgan.